Mana shu holatiga o'zi 110 kg shunaqa. Kallasi vet oppoq. Tishlarini bitta ko'rsatib qo'ying. Tishlari hali yosh, shunaqa ishlab charchamagan ikki tish. Quloqlari o'sha 20+20 ga olaverasizlar, bo'yi pashti 1 metr. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, YouTube ishqibozlari, Arashan ishqibozlari, aka-ukalar, ahli ilmlar. Xo'p, akalar, bugun hafta kuniga yakshanba dam olish kuni 2026-yil 1-fevral 25-yilda o'rib o'rganib qolibmiz. Uzr, afv bo'lmaysizlar. Videolarimiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan o'zimiz xonadondan qilyapmiz. Ismi Abduqodir. Akalar, bugunga 2 dona qo'chqor urug'likka, 1 dona yaxshi sog'liq bor. Sog'liqlar bor, yana imkon darajasi chiqaramiz. O'tgan safar chiqaraman deb vaqtimiz yetmay qoldi, ozgina chiqarolmay qoldik. Shoshib turdik. Xo'p, akalar, bu qo'yimiz ilk ichga chiqqan. Xudo xolasa hozir barcha ma'lumotlarni berib, hamma yo'g'ini aytib o'tamiz. Xo'p, videoni boshlashdan oldin chiroyli laykni bosib, ekranning o'ng tarafida turgan qizil podpisasiya yoki qora podpisasiya tugmasini bosib qo'ysalaring, videoni qaytib topishga qiynalmaysizlar. Akalar, ismim Abduqodir. Xo'p, akalar, bu qo'yni kelib chiqishini aytadigan bo'lsam, kelib chiqishi bir do'stimiz, bitta yaxshi insonning qo'lidan kelgan, bitta hoji bolaning qo'lidan. U bola qayerdan, kimni olgan bilmaymiz. Shuning uchun liniyasi bor deb aytmayman, boricha aytaman. Mana shu narsa biz ham sotib olganmiz. Bir do'stim, yaxshi inson, hoji insonning qo'lidan olganman. U bola qayerdan olgan bilmayman. Shuning uchun mana shu narsa deb sotaman, lekin chiroyli narsa, kelishgan narsa. Xo'p, mana orqa quyruqlari razrezni ko'rsataman. Dum-pum. Mana unaqa narsa yo'q, dakansa razrez. Mana razrez dakansa razrez beli bilan bir xil. Mana kallasi vet oppoq. Tishlarini bitta ko'rsatib qo'ying. Tishlari hali yosh, shunaqa ishlab charchamagan ikki tish. Quloqlarini ham batafsil o'lchab ko'rsataman hozir. Mana oyoqlari yotmagan. Yotib bunaqa bo'lmagan. Hop, mana uzoqdan umumiy ko'rinish qo'ydi, akalar. Uzoqdan ko'rinishi. Hozir metrlar olib keladi, metrlar ko'rsatib qo'yaman. Quloqchasida ikkita barakachasi bor mana. Bag'da bitta, barakachasi bor. U strashniy narsa emas u. Mana garbonos. Garbonos hali ortiqcha irg'ib chiqmagan, lekin o'zining holatiga yaxshi, ideal narsa. Hozir metrlar o'lchab ko'rsatib beraman. Hozir bo'ylarini o'lchab ko'rsatamiz mana. Mana bu tomondan ko'rinishi, uzoqdan ko'rinishi. Xo'p, shapirchi. Bismillah. Qo'y, noto'g'ri turibdi. Oyog'ini to'g'rilaylik. Endi qo'yingchi. Yerdan qo'lingizni qo'yib ko'rsating. Xolis bo'lsin. 90 ta. 90 ga olaverasizlar. Uzunligini ham qo'yaylik. Uzunligi 95. Endi mana shu narsa kerak. Hali lekin o'sadi bu. Bu bitta narsa aytdim, qo'y bilan yurgan. Unaqa semiz emas, qo'y bilan yurgan holati bu. Hozir quloqlarni o'lchab ko'rsatamiz. Quloq ham ortiqcha uzun emas, lekin sifat kuchli. Shaydan kalsodan. Mana quloq. Mana metr sinmagan, bo'lmagan. Mana shaydan kalsoga qo'yamiz. Quloq. 20 ga moshina olaveradi. Kalla quloq tashlash o'ta moshina akalar. Gastaylar. Xo'p, buni narxini hozir narigisi bilan bitta qilib qo'shib aytib ketamiz. Bunisini ham chiqaraylik-da. Oldiga tortingchi. Orqalarini razilini. Hozir nari sherigi bilan bitta qilib narxini aytib qo'yamiz. Mana. Bu birinchisi akalar. Keyingisi ko'rsataylik. Akalar, mana bu ikkinchi qo'chqorimiz. Buni ham lekin savlati vashim moshni. To'shlari, oldi to'shlari, agastaglari yoqmagan. Katakkiz. Razrez. Dum-pum bunaqa narsa yo'q bunda. Ikkovda ham yo'q. Bunaqa narsa aralashmagan. Qo'chqorligiga ishlashiga garantiya beraman, bir qismi. Ishlashi o'ta ideal. Xo'p, buni ham hozir bo'ylarini o'lchab. Buni yoshi 4 ishmikan shunaqa. Tumshug'i ham katta jonivar. Shunaqa 4 shakan, 6 shakan. 6 shakan. Buni ham bunaqasi bor, baldog'i ikkita mana. Ikkita baldoqchasi bor. Simbaga o'xshaydi hozir. Misr qo'yib ko'rsataman, lekin bu novcha ancha gigant bu. Mana bo'yi yerdan mana metr. Mana metr. Netchi ko'rsalaring shuni pul bera olaverasizlar akalar. Mana shu holatda qo'chqorimiz, quloqlari o'sha 20+20 ga olaverasizlar, bo'yi pashti 1 metr. Razrezlari yotmagan.
Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini Xo'p, narxi birinchida chiqqan ikkita qo'yimiz narxi $1400. Kami bor, savdo qilaverasizlar. Buni narxi $1100. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib yetkazib beramiz, $1100. Narxini farqidagi holati o'zlaringiz sifatini ko'rib bilib turibsizlar. Bu ham lekin kichkinagina narsa emas, o'ta gigant narsa. Yengil kelganini yengil qo'yamiz akalar mana. Liniyasini lekin bilmayman, shuning uchun bilmayman deb sotaman. Mana sovliqni ham qo'yamiz. Buni mana shu videoning davomida sovliqni qo'yib ketamiz hozir. Bu sovliqimiz. Bu sovliqimiz qolganlarini imkonsiz chiqaramiz. Lekin o'ta gigant. Tushni qaranglar, hozir ikkala qo'chqor tushidan katta tush. Mana. Sovliq gigant. Tishi 6 ya 8 ta. Kallalari. Mana shu holatiga o'zi 110 kg ham shunaqa, mana shu holatiga. Bu degani jonivordan tushgan qo'zulari nima desa, vesovoy bo'ladi. Unaqa kichkina murik-surik bo'lmay, o'ta vesovoy bo'ladi, xudo xolosa. Razrez. Razrez chotki. Mana. Xo'p, buni ma'lumotini aytay. Bo'g'oz yo qisirligini bilmayman akalar. Men ham chunki sotib olganman. Menga sotgan odam ham bilmagan ekan. Olgan ekan u ham. Bir kishidan olib qo'ygan ekan. Bo'g'oz qisirligini men ham mana shu narsa deb beraman akalar. Chunki qisir desam, qo'chqorga qo'shib qo'ysalaring, bola tashlab qo'ysa, men gunohkor bo'lib qolaman. Agar bo'g'oz desam kutsalaring, yolg'onchi bo'lib qolaman. Shuning uchun mana shu narsa deb olganman, mana shu narsa deb sotaman akalar. Oyoqlari mana shu holatda. To'shni qarang, to'shni. Mana kalla qismi. Janovar. O'ta kelishgan. Quloqlari ham gidaydi bir 19-20 kelib qoladi. Xo'p, buni bo'yini ko'rsataydi bitta. Bo'yiga mana mashinani ichki ko'rsalarini ko'rib baho bera olaverasizlar. Mana bo'yi. Nechchini ko'rsalarini shunga pul bera olaverasizlar akalar. Yerdan ko'rsatyapman mana shu holatda. Uzunligiga qo'yaman, bo'yi kelib chiqaveradi uzunligida. Mana yelkada akalar. Mana shu narsa akalar. Razrez qarang. Mana razrez. Dumpum bunaqa narsa yo'q. Xo'p. Mana shu sovlig'imiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini $1300 ga dastavka qilib yetkazib beraman. $1300 ga vodiyni xohlagan joylarga yetkazib beraman. Tomonlarga, Toshkentga dastavkasini kelishilgan holatda chiqarib beramiz. Mana shu sovliq o'ta gigant lekin sovliq. Bo'g'oz qisirligini bilmayman, lekin yelini bor, qorni ham bor mana. Yelini, qorni bor, lekin men bilmayman mana shu narsa. Bilsam aytib, agar masalan qisirligini bilsam, chunki o'zimda qo'chqorning kuchligi bor, qo'shsam masalan qo'shilganiga pul qo'shiladi. Qo'sh sotardim qisirligini bilganimda. Bo'g'ozligini bilsam bo'g'oz deb sotaman. Shuning uchun mana shu narsa akalar. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Videoda kimdirlar uchun ko'p gapirgan bo'lsak, uzr. Endi ko'p gapirganimiz sababi qo'ydi ma'lumotini beramiz. Biz ishimiz shu. Mana akalar. Xo'p, o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar akalar. Bundan da yaxshilarni chiqarishga harakat qilamiz. Arzisa chiqaramiz akalar, arzimasa chiqarmaymiz.